Assalomu alaykum hammaga, mani azizlarim, mehribonlarim, mani qadrdonlarim, mani yaxshilarim, yaqinlarim. Mana bugun o'zim xatnoy qilib, o'zim uchun do'lma pishirdim mana. Ya'ni do'lma turkchasiga deyiladi, do'lma o'zbekchasiga tokbargi yoki qovotay deyiladi. Mana o'zim qo'llarimni o'ynatib mazza qilib pishirdim mana. Hozir men tsiftelim ochroq ko'rinyapti videoda, lekin tsiftellarim ham juda ham chiroyli chiqqan. Ranglari ham, o'zi ham mana mazasi juda zo'r. Hozir buni mazza qilib yeymiz. Mazza qilib yeymiz. Albatta o'zim mazza qilib yeyman buni. Chunki hamma kafega borsa bitta do'lmani narxi, bitta dona do'lmani narxi kafelarda 4000 so'm, boshqa joylarda 7000 so'm. Ketdim o'zim bir mazza qilib pishirib to'yib yeb olay dedim. Mana pishirdim, hozir mazza qilib yeyman. Menga yoqimli ishtaha, sizlarga esa omad tilayman. Yana meni tadbirlarimda ko'rishguncha, ertaga yana ko'rishguncha, hozircha esa xayr, menga yoqimli ishtaha tilaylar. Sizlar bilan ko'rishguncha